Aka, hazinem dershanesi balılar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim, umak sınlım. Balılar çöçekleri anlamakçı olsanız Hazinem YouTube kanalına koşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ana, Umak falan. neç gün oldu Cumhur'dan itibaren hikayelerini itibemde oldu. Hadi oldu. Peki ağlınız geldim umak falan. Emse dadamla hikayelerden bir neçini itip berey. Dehqon ve onun oğulları. Bir dehqonning kesili egirlishib, o'lay deb qopdi. U ikki o'g'lini oldiga chaqirib, mundaq debdi. Balalarım, mening ömrüm uzoqqa bormaydi. Men sizlarga ozroq miros qoldirib qo'ydim. Men o'lgandan keyin uni o'zinglar tepib olinglar. Debdi. Biroq dada uni qaysi tekna ostiga ko'mib qo'ydingiz? Buvay og'zini birli ichib, hech gap qilolmayla ko'zini yumibdi. Dadasi o'lgandan keyin oq kishkaylan go'rchikini ko'tarib uzumlikka ketdi. Biroq bunchalar kang yerning nariga ko'mgandu, iloj yo'q ikkaylan marasini topolmay qolmayli deb yerni bir boshdan qazg'ili turibdi. Qoz qizilmagan yer borgan siroz qopdi. Lekin hech nima tepolmabdi. Ular yana qizibdi. Bütün üzümlikni bir ret ostin oldirib chiqibdi. Lekin mirosning qarsimi ko'rinmabdi. Aka, dadam bizni oldidimi nima? Yo'q. Ha, u mirosni mush yerga ko'mdim dedi. Cho'qim mush yerda. Balkim biz ancha cho'nqur ko'lmagan bo'lsak kerak, davomli ko'layli. Bo'ludi aka, undaq bo'lsa to'pini biz yana bir qavat og'dirayli. Aka uka ishkaylan darhol tutish qilib, uzumlikni yana bir rat og'dirib chiqibdi. Biroq mirosdan yanala hech izdirak bo'lmabdi. Aka uka ishkaylan mirosning naga ko'milganligi ustida g'am qilib yurganida hosil oladigan vaqt yetib ketdi. Bu yilgi uzum qaltis o'xshab ketibdi. Dal shu chog'da aka uka ishkaylan uydagilarni boshlab üzüm üzüvitib, dadasining so'zini birdilla tushunibdi. Üzümlikka ko'milgan miros mana mush emasmi? Biroq ular uningga jafoliq emgak orqali ega bo'la olibdi. Dadamning bu hikoyasidan siz nimalarni his qildingiz umoq bilan? Shu vaqtda dadam mendan shunday savol so'rgan. Balam, bu hikoyadan anglab, nimani bilib olding? Men mundaq deb javob bergandim umoq qizim. Ha, dada, bizga muallimimiz mundaq deb o'rgatgan. Baxting keladi nadi, jafoliq ishlagan yerdan. To'g'ri dedingiz umoq balam. Baxt guli dal jafoliq ishlagan peshonangizga tardan keladi. Mihray qizim? To'g'ri deydi. Cho'ng dadingiz bizga qoldirgan mush hikoyadan biz shuni his qilib oldik balam. Faqat jafoga chidab terishgandilar, hamon bir kuni uning g'alabidan ko'ngil bo'ladi. Sizmi uyg'onishda charchisingizmi, harisingizmi, bo'shashmoq bo'lamdi umoq qizi? Ams orom olamdi? Aytgan davomliq yana hikoyalarni aytib beray bo'lamdi? Uxlaydi umoq bilan, yaxshi tushlar sizga hamroh bo'lsin.